Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, birodarlar. Mana внутренний ishlarimizni boshlab oldik. Patologimizni vagonkasini qo'tirdik va stenamizni boshladik. Xudo xolasa chiroyli qilib bitiramiz. Yo'llar bitib qoldi. Bir tomon stena. Va keyin yana bizda hammomimiz. Pinoplexni qo'ydik. Gidroizolyatsiyani yopishtirdik. Va ustidan kontrbrus va gidralarimizni qo'tirishni boshladik. Mana gidralarimizni qilib oldik. Hammomimizni va hammom tualetimizni polini qilyapmiz. Tak, mana banyamizni zalini polni obshat qilib oldik. Bu yoq tomonlarini ham. Endi hujum tualetimizga boshladik.